Hozir sizlarga bir gap aytgim kelib ketdi. Ko'rdim, eshitdim, fikr qildim, gapirmoqchiman. Kecha 3-4 ta qo'shni yig'ilib qoldik-da. Hali joyda ozgina gaplashib qoldik. Baribir ayollarga, erkaklarga nisbatan ayollarga osonroq yashash. Chunki barbekor ham boshida eri yoki uyda o'g'li yoki erkak kishisi bor-da, akasimi, ukasimi kim bo'lsa ham erkagi bor. Men bu gapni erkak kishilarga gapiryapman. Erkaklar deganimda hamma o'zini saylab olmasin, chunki xotinini puliga yashayotgan erkaklar ham bor. Men ularni aytmayapman. Men erkaklarga gapirgim keldi-da. Sizlarga baribir rahmat aytishimiz kerak. Kecha bir opa endi yonimda o'tirib, eriga telefon qilib, qizingiz keldi, mehmonga qizini yetalab, ovqat qila olmayapsiz, kelyapsizmi desa, shunaqami, hozir javob so'rayman, boraman deb. Halit og'a endi keldilar, oq sumkalar to'la, 2 ta oq sumka, uni torviz ham bor, qovun ham bor, go'sht ham bor. Ajoyibi narsani xarajati tepasida pampers ham bor, o'yinchoqcha ham bor, qarang. Lekin tog'ani oyoq kiyimiga qarasangiz, juda achinarli ahvolda bo'lib ketganda. Shu hech kimdan kam bo'lmasin. Qizim kelsa ham shuni ham bo'lsa ko'nini olib jo'natdi deb, hali bitta oyoq kiyimga yetib bormabdilar. Shuning uchun baribir erkaklarga qiyin ekan deb o'ylayman. Uyimizda svetimiz o'chib qolsa ham bir pasda mo'ltirab erkak kishiga qaraymiz, ha? Gazimiz o'chib qolsa ham hozir xo'jayinim kelsinlar, yo ukam kelsin, yo akam kelsin deymiz, yo dadam kelsin. Erkak kishi bo'lib yashash ham juda qiyin. Shuning uchun ayollar ba'zida noshukur biz. Ular bo'lmasa hech kim bas biz. To'g'ri, o'zi pul topadigan ayollar ham bor. Ularning ham peshonasiga shunaqa patinkasi urinib ketsa ham oq sumkani to'ldirib siz ehtiyojingizni qondirib beradigan erkak kishi bo'lsa, ular ham mashina yashagisi keladi. Baxt ana o'sha oq sumkada. Ishoning, o'sha oq sumkada baxt. Shuning uchun ayolini, oilasini, qizini, farzandlarini o'ylaydigan erkaklarimizga hamisha ta'zimdaman. Hamisha sog' bo'linglar, tanjonlaring sog' bo'lsin. Yaxshi ham sizlar borsilar. Kecha xolani xursandchiligini ko'rsangiz, erim keldi deb bir pasda yurib, oyoq kiyimim qani edi deb bir pasda keldingizmi dadasi deb, bitta qo'lida qovun, bitta qo'lida torviz qilib kirib ketishdi. Qizlarim mehmonga kelibdi. Shuning uchun bab erkak kishilar, erkaklar, tanjonlaring sog' bo'lsin. Ana qarab tursangiz, qaysidir oilaga kecha to'kinchachinchilik olib kirgan o'sha erkak kishi, bunaqa erkak kishilar million bizda. Bittasini ko'rib bo'pman. Sog' bo'lasizlar.